Assalomu alaykum obunachilar. Kechirasizlar. Ama anchadan beri video chiqarmadim. Deyarli katta qoldi-yu yoki bir oy qolgandir. Kechirasizlar. Ukamam Minecraftlarimni o'chirib yuborib, oxiri tortolmadim. Hozir oxiri video harakat qilyapman hozir. Agar shunday xalaqit berishmasa, avvalaman yoki kesishga harakat qilaman. Do'stlar, iltimos kechirib so'rasizlar, obunani iltimos bos tashlaylar. Keyingi sham kun streamingni boshlayman. Keyingi videolarda qilaman. Nima deydi? Haligi epik narsalar, loydan epik narsalar, yerdan boshqa narsalar bor. Biton, daraxt, ashlardan buni yasayman. Bunda boshlayman endi bugundan boshlanib turib. Boshlayman hozir. Do'stlar, o'zingiz bosh kirib olsa, yangi modlarimni sinab ko'raman. O'xshaydi, o'xshamagani bilmayman endi. Hozir tekshirib ko'raman. Tekshirayotgan hozir. To'pim anda qoldi. Hozir telefonim necha foiz qoladi bilmayman o'zini. Har xil modlar tushibdi. Endi mashta tekshirishga urinib ko'raman. Nima ko'rmasa qoldi. Odam tayyorlangan. So'rayman, nima ekan? Do'stlar, hozir bugungi streamni qarab ko'ramiz. Yana bor ekan, bitta pichoq bor ekan. Bir narsasi yomon ekan, bu yerda anaqa ekan. Bitta yana modlar bor ekan. Yana bor ekan bitta. Dahshatu. Bu yerda tanklar bor ekan. Vertolyot sos. Biz to'rtgina ko'ramiz. Tayyor oldimizda umuman bor ekan. Qo'lim chiqmayapti, bular hayronman. Asar zo'r deydi. Mana keladi. Hozir yerda ko'rib. Ketib qoldimmi? Agar sizlar mod anaqasini biladigan bo'lsanglar, bironta xil mod anaqasini biladigan bo'lsanglar, kanalimda mod kanali bo'lsa
Menga yozvorlar kommentda iltimos. Yozvoringlar. Keyin men ham ash kanaldan olib turib modlar yuklab olib, shunda chiqarishim mumkin. Aslında sen tödür vardı. Qatib qoldi telefon. Ha, bo'pti. Chek qoldi.